Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan azizlar. 2026-yil yangi umra safariga oila a'zolaringiz bilan borishni rejalashtiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Biz hozirda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan rasmiy ofisiga keldik. Azizlar, ekraningizga yaxshilab joylashib oling va bu videoga like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Hoji aka, bizning obunachilarimizga 14 kunlik umra safari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, 14 kunlik safarimizda 3 kun Madina Munavvarada bo'lamiz, 11 kun Makka Mukarramada bo'lamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Hoji aka, hozirgi kunda reyslarimiz qayerdan va qaysi sanalarga bor? Reyslarimiz Toshkent Jidda, Toshkent Madina Primo reyslarimiz bor. 21-iyundan oyda oxirigacha kunda reyslarimiz bor inshaalloh. Xudo xolasa. Hoji aka, mehmonxonalarimizning shart-sharoitlari, uzoq yaqinliklari haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, obunachilarimizga bu juda qiziq. Mehmonxonalarimiz Madina Munavvarada 200 metr, 300 metr oralig'ida bo'ladi, markaziyada bo'ladi. Makka Mukarramada bo'lsa 1-1,5 kilometr uzoqlikda bo'ladi. Piyoda bemalol borib kelsa ham bo'ladi. 24 ga 7 avtobus xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan inshaalloh. Xudo xolasa. Hoji aka, ovqatlarimiz haqida ham gapirib bersangiz. Ovqatlarimiz o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal obed va kechki ovqat bo'ladi. Makka Mukarramada 3 mahal issiq ovqatlar bilan ta'minlaymiz inshaalloh. Xudo xolasa. Hoji aka, ziyoratlarimizdan tashqari ekskursiyalarimiz, sayohatlarimiz ham bormi? Albatta bor. Madina Munavvarada Qiblatayn, Xurmo bog'lari, Uhud tog'i, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ravzalariga tasrihlar olib qo'yilgan. Makka Mukarramada bo'lsa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Muzdalifa, Jamorot, Qizil dengiz shunga o'xshagan bir nechta ziyoratgohlarimiz bor. Hoji aka, bizning obunachilarimizga eng qiziq joyi keldi. Paket narxlari haqida aytib o'tsangiz. Xo'p, obunachilarimiz uchun iyun oyi uchun paket narxini $1100 deb belgiladi inshaalloh. Kelsa yana imkon qadar chegirmalar qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Yanada to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun ekraningizdagi qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hoji aka, sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Qadrli obunachilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.